Assalomu alaykum. Yaqin kunlardan mana bunaqa ko'rinishda qulflarni o'rnatishni boshlashdi. Treylerdan o'g'irlab ketishini oldini olish uchun. Bu zo'r qulf Amazon yuklariga yoki bo'lmasam qimmatbaho bo'lgan yuklarga yoki bo'lmasam Google yuklariga o'sha qimmatbaho yuklarga mana shunaqa qulf bo'lmasa bermayapti. Endi bu qulfda sal qiyinroq joyi bor. Qulfni o'tkazib olishi bunaqa joy eng qiyin joy. Men o'zim bir necha marta praktika qildim buni. Ko'rsatib beraman, lekin bir ikki marta videoni ko'rganda balkim o'rganib olsanglar kerak. Asosiysi, demak bu qulfni bunaqa ichkari tomonda bunaqa relisi bor mana. Mana shu relisiga mana bu tomonni qo'shishimiz kerak. Agar shu aytgandek qilsa juda oson bo'ladi mana. Shunday qilib keyin qotiriladi. Shunda mana bu ikkala nimasiga qotirish kerak. Demak, eng oson yo'llardan bittasini qilib ko'rdik. Birinchi bu yoq tomonini mana bu yoqqacha o'tkazib olish. Mana shu rezinkasigacha. İkinci tomonini shoshmay turamiz. Endi mana shu yerda eng qiyin bo'lgan joyini hozir ko'rsatib beraman. Mana qulf. Qulfni xuddi shunday qilib mana o'tkazib olish kerak mana bu yerdan. Tekidan bundoq qildim-da, mana o'tkazib oldim. O'tkazib oldim. Endi tepaga ko'taraman. Tepaga ko'tardim. Shunda mana bu yoq tomondan chiqaraman hozir. Mana bu yoq tomondan. Demak, mana bu yoqqa o'tadi hozir. Yana bir bor qaytarib boraman hozir mana. Qanaqa qilinganini. Eng mana joy, qiyin joy mana shu joy o'zi. Lekin buni sal ochib turib, bundoq orqaga tortib, bu yoq tomonini orqaga tortib qilish kerak bo'ladi. Takrorlayman mana. Pastdan bundoq qilib olaman-da mana. Qildim mana. Ya'ni mana shu tekidan bundoq o'tkazdim. Bundoq qildim. Endi tepaga qarab turib bundoq o'tkazaman. Keldi mana. Mana bunaqa joy o'tdi mana. Yaqinroq boring-da. Qulf keldi. Mana bu yoqqa keldi. Demak, boy qilgandek-a. Mana bu yoq tomonni ko'rsatay. Hozir mana bunaqa narsa bo'ladi-da. Men buni itargandan keyin mana bu yerdan ushlab qoladi. Sal yaqinlashtirib ko'raman. Mana. Bundoq bo'ladi-da mana. Mana shundoq ushlab qoladi. Mana endi hozir men tayyor narsani bu yog'iga o'tkazib olaman. Mana. Sal teparoq ko'targanim yaxshiroq. Mana bo'ldi. Zo'r o'rnashdi. Mana bo'ldi. Mana shunaqa. To'g'ri, ozgina qiyinroq, lekin treyler orqasidan o'g'irlab bosh og'rib bo'lgandan ko'ra mana shunaqa narsadan o'zi qulpi ham $100 dan qimmatroq turadi. Shuni men hozir yana bir bermoqchiman. Muhimi o'tganda ham. Birinchi bo'lib mana bu yoq tomonni tortib olaman. Sal uzoqlashtirib turib pastga olaman. O'ylaymanki, ozgina qiyinchilik joyi bor, lekin mana takrorlayman. Pastdan mana bunaqasiga qilib turib, yo'q o'tkazib oldim. Keyin tepaga ko'tardim. Tepaga ko'tarib ozgina praktik qilish kerak bo'ladi, lekin muhimi mana o'tkazib oldim. O'tkazib oldim. Orqasini o'tkazib oldim. Bu yoq tomonini orqasidan tushirib oldim. Bemalol keyin buni kesib olib tashlash ham qiyin. Asosiy kelib treylerni bir ochib nima qila olmaydi, narsani o'g'irlay olmaydi. Bir ikki marta praktika qilsa muhimi o'rganib oladi. Men ham o'zim masol bilan nima qilmadim. Bir ikki marta qilsa oson. Videoni takroriy ko'rsanglar o'rganib ketasiz deb o'ylayman. Ishonchli qulflardan bittasi ekan. Linkini ham tashlab qo'yaman, qattasi bo'ladi. Agar shuni bilmaganlar bo'lsa ulashib qo'yarsizlar. Salomat bo'linglar.